ba'zilar 2000 kilometr uzoqlikda Toshkentda ko'rish olmayman shu yerda. Astana budozmi? Barabay, Bo'rivoy. Astana Bo'rivoy deb ko'rish qoldik. Hamma biznesmenlar yig'ilgan. Bu yerda juda bir fikr almashuvlar bo'lyapti. Xudo xolasa, akamlar mana ko'rish qoldik. Yangilikni boshlayapmiz, hamkorlik qilyapmiz. Xudo xolasa kuzatib borsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, Xudo xolasa yangilikdan boshqacha bo'ladi. Yaqinda syurprizimiz bor. Xudo xolasa siz ham shu ishni qilsanglar bo'ladi. Harakat qilsanglar, natijaga erishasizlar. Xudo xolasa yangi ishlarni boshlayapmiz. Xudo xolasa kuzatib borsanglar, nima etap qo'yib boramiz. Xudo xolasa mana shuncha fikr almashyapmiz, shuncha biznesmenlar dunyoning hamma joyidan kelgan. Nima deysiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Juda ham mana hayajonli daqiqalarda turibmiz. Hozir energiya ham muhimda, Shohir aka. Hayajonlantirib sizlarga javob beramiz. Yangi g'oyalar tug'ilyapti. Xudo xolasa. Mana nima deysiz? Qaysi Nima deysiz? Mana yangilik almashyapmiz-ku. Yangilik almashyapmiz. Shu yerda misol Toshkentda bo'lisha olmagan narsalarda mana Astonada hozir biznes forumda mana misol uchun chiroyli natijalarga erishishdi. Hozir bar motivatsiya bo'lib turibdi-ku bari. Ha, nima deysiz o'zingiz? Boshqachami? Albatta boshqacha. Chunki hamma joydan kelgan, mana bizda masalan kamida bir 7 joydan kelgan odamlar, hammasini 24 ikki so'z bilan gaplar bir joydan chiqishyapti. Ya'ni qanday tasavvur qilish mumkin? Qanday qilib bitta joyda har xil bilan, har xil til, lekin baribir shu yerda ko'rishimiz, lekin hammani nima deydi, gap bitta joydan chiqib kelib turibdi. Ya proyektni juda tez, ya'ni 10 minutda boshlayordik bitta proyekt. Gap. Shuning uchun kuzatib borsa, Xudo xolasa, fikr almashib, sizni biznesingizga ham kerakli narsalar bo'lib qolishi mumkin. Albatta kuzatib boringlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat, sog' bo'ling.